yuzlarimizni tiniq qilib, immunitetimizni zo'r ko'tarib beradigan yogurt tayyorlaymiz. Sizlar bilan uzoq kutilgan videoni olamiz, ya'ni Fitline yogurtlarini tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Bu juda ham oson va juda ham foydali, mazali, birgalikda tayyorlaymiz. Demak, bizga kerak bo'ladi sut. Men 2% oldim. Xohlasanglar sizlar o'simlikdan olingan sutlarni olsanglar ham bo'ladi. Lekin qanaqa sutga tayyorlanishidan qat'iy nazar, bu yogurt bezlaktozli bo'lib tayyorlanadi. Ya'ni hamma iste'mol qilishi mumkin bo'lgan yogurt. Demak, 1 litrlik sutni quyaman. Bizda mana shunaqa Fitline kompaniyasining o'zini yogurt nitsasi. Sutim xona temperaturasida, xona haroratida. Biroz ilitib olsanglar ham bo'ladi. Eng asosiysi muzdek bo'lmasligi kerak. Mana, demak bu idishchamizga 1 litr sut sig'di. Bu sutimizga bu korobkani ichida shunaqa paketiklardan 5 ta bor, lekin men hozir bittaga 1 litrga bitta pachka solish kerak. Lekin men yarmini solaman, chunki bitta pachka juda ham quyuq yogurt bo'ladi. Menga sal suyuqroq varianti yoqadi. O'sha uchun ham buni yarmini solamiz. Mana. Buni hidi shunaqa priyatniy, ko'rsanglar. Demak, mana 2 ga bo'lamiz, yarmini soldim men va yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'ryapsizlar, juda ham tez erib ketadi. Har xil kamochiklar hosil bo'lmayapti. Mana yaxshilab eritib oldim. E'tibor berishimiz kerak. Yaxshilab aralashtirib oldik. O'zini qopqog'i bor idishchamizni. Juda ham muhim, buni yaxshilab yopish kerak. Havo kirmasligi uchun mana yaxshilab yopib oldik. Va mana bu idishchamizga hozir qaynagan suv quyamiz. Demak, qaynoq suv quyamiz. Idishimizda o'zi mana belgilangan joyigacha. Mana ko'ryapsizlar. Qaynab turgan suv quydim. Yogurtimizni joylashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va qopqog'ini yaxshilab yopamiz. Yaxshilab yopdim. 10 soatdan keyin bizda mazali, foydali yogurtimiz tayyor bo'ladi. Nimalar uchun foydali ekanini opisaniyada yozib qo'yaman. 10 hours later. O'rtoqlar, mana 10 soat vaqtimiz o'tdi. Hozir ochib qaraymiz. Nima bo'ldi bizni yogurtimiz? Demak, bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa zo'r chiqqan. Ochamiz. Buni mahkam yopgan edik. Uxti, buni hidini ko'rsanglar. Shunaqa zo'r chiqqan. Mana, wow, ko'ringlar. Men boya aytdim sizlarga 1 litrga bitta pachka solish kerak, lekin u juda ham quyuq chiqadi. Menga mana bunaqa suyuqroq variantda yoqadi. O'sha uchun men yarmini solgan edim. Idealni bu men uchun. Mana ko'ringlar, shunaqa zo'r. Buni har xil podacha qilib ichsak bo'ladi. Mana 2 ta idishchaga sov oldim. Juda ham zo'r chiqqan. Buni har xil ta'mga keltirishimiz mumkin. Agar xohlasanglar, mana bu Celsius antioksidantimizdan qo'shib olsanglar bo'ladi. Bu yana ham immunitet ko'taradi, sitrusli vkus beradi. Xohlovchilarga mevalar bilan bezatsak bo'ladi. Bizda mana klubnikamiz bor, banan bor. Xohlagan tabga ko'ra mevalar bilan aralashtirasizlar. Umuman meva qo'shmasanglar ham bo'ladi. Kimga qanaqa, mana Celsius bilan yana ham shirin bo'ladi. Shirinlikni yaxshi ko'radiganlar uchun mana Celsius qo'shishni tavsiya qilaman. Shirinlik xohlamaydiganlar uchun mana обычный yogurt. Yana har xil variantlarda sizlarga ko'rsatib beraman. Yoqimli ishtaha.